Jannati birodarim, niyat qilaman, yoqsa kanalga obuna bo'lasiz. Ushbu videoda ko'rayotgan ko'zlaringiz jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Bismillah do'stim, ushbu videoda ko'rganingiz singari bugunda o'zida tushingizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'ring. Bismillah, sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi Qur'onlar chiqsin. Jannatlarda boshlaringizga tojlar kiydiradigan farzandlardan chiqsin. Do'stim, qarang, siz uchun manfaatli reklama qilaman. Siz arab alifbosini o'qishni bilmaysiz, lekin Qur'on o'qishni qalbingiz ila xohlaysizmi? Ko'rib turgan kitob ila kiril alifbosida yozilgan Qur'onimiz bo'lib, harflari katta holatda yozilgan. E'tibor beringlar, sarg'ish ranglar bilan yozilgani hisobiga ko'z nurlarini toldirmaydi. Ayniqsa bir tomonida arab alifbosida tajvid qoidalariga xos holatda, mos holatda tiniq qilib yozilgan bo'lsa, bir tomonida kiril alifbosida yozilgani bo'ladi. E'tibor beringlar, nihoyatda kачественный holatda yozilgan. Kitobimizni mana shu videoda ko'rib turgan jannatiy birodarim uchun Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul bo'lib, xarid qilish uchun +7 kodi bilan 953 159 9606 raqamlariga, agar O'zbekistonda bo'lsangiz 99 kodi bilan 789 9606 raqamlariga WhatsApp tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ahlan va sahlan.